Assalamualaikum kanalimizning obunachilari, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana shunday toza arashan gigant qo'chqor ishqibozlar. Xudo xolasa biz o'zimizda xonadondamiz. Like'larni bosib, chiroyli filmlar qoldirib qo'ysalar, xudo xolasa bugun biz qo'y boqish sirlarini olib boramiz. Like'larni bosib, kommentariyaga chiroyli filmlar qoldirib qo'ysalaring, xudo xolasa biz boshlaymiz. Hop, yana o'zimizni qo'radamiz. Bu yerda qo'ylarni junini oldik, mana hammani chiroyli qilib mana qo'yib qo'ydik mana. Junni olib, bundan bag'ri junni olib qo'ysalaring, o'zgarishi yaxshi ham bo'laveradi, juda o'zib ketsa ham bo'lmaydi. Mana qo'chqorlar 9 dona. Bu yerda ham qo'chqorlar bor. Bu yerda urg'och, so'g'liqlar bor. Bularda ham to'rttasi qoldi, to'rttasini olindi. Bugun olaman bular ham. Qo'ralarda qo'ylar turibdi. Ularga nima yem beriladi? Hammani video davomida olib boramiz, xudo xolasa. Biz nima berilishini hozir olib o'tib ketamiz. Berilgan holatni ham olib o'tib ketamiz. Ketdik. Mana obunachilar, mana Makka. Mana bug'doy bilan Makkani mana mashinga yarimdan ko'proq qilasizlar. Mana katta qozon, mana katta qozon. Yarimdan ko'proq bo'lsa, mana bug'doy Makka bilan bug'doy o'zi shib toshib ketaveradi mana. Mana. Hazm qilishi ham mana yaxshi bo'ladi. Mana. Shu katta qozon, mana katta qozonda pishadi. Qo'ylarga to'ladi. Keyin bu o'zgarishini mana Makka bug'doy shib o'zgaraveradi. Mana bunday fathani atxodi mana. Mana kamarda to'xtirilgan mana. Mana buni ham bittaligini to'la qilib, tag'araga to'la qilib uyutib berilsa yaxshi bo'laveradi. Mana. Buni bitta kamazi 2 millionlarga to'ktirib beradi. Kirasi o'ta arzon, buni 2 millionlarga chiroyli qilib to'kib beradi. Bitta kamazi mana katta kamazlarsi 2 million so'mga to'kib beradi. Keyin mana kepak, mana kepak. Kepak ham solinadi. Mana. Yana yem berilish jarayoni hammani soldik. Mana. Mana to'g'rilarda to'ldirib solingan jarayonni ham olib boramiz. Mana birinchi qo'raga solindi mana. Birinchi qo'raga solindi mana. Ikkinchi qo'raga ham mana solindi. Bo'lsa yeb ichishlarga uchinchi qo'raga ham mana solinyapti, xudo xolasa. Mana yeb ichishini o'zlaring ko'rib olaverasizlar mana.
Mana. Erişilen qaranglar vardı. Az bu quragan solna 4-quragan. Mana 4-quramizga ham solindi mana qo'chqorlarga mana. Yeb ichlan qaranglar jonivordi. Mana. Xullas, yo'qda katta qo'chqorlarimiz. Mana. Mana 5-quramizga ham solindi, xudo xolasa. 6-quramizga keladi. Oxirgi qo'ramizga ham 6-quramizga ham solindi, xudo xolasa. Hamma qo'ralarda mana yeb ichishlari dahshat. Mana. Mana yeb ichishlari. Mana. Mana bu qo'rada ham yeb ichishlari. Xolasa hamma qo'ralarimizga mana. Like bosib, kommentariyaga o'zlaringiz fikrlarni qoldirasizlar. Sog' va salomat bo'linglar. Videolarimiz davomida xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' va salomat